Assalomu alaykum. Muloqot telekanali aziz muxlislari, bugun ham Zangora ekran orqali xonadoningiz mehmonimiz. Adabiyot kechalari televizion ko'rsatuvlari har juma oqshomida sizlar uchun namoyish etilmoqda. Mana bugun ham shahrimizda uzoq yillar ijtimoiy, siyosiy hayotida ko'p yillar fidoyilik bilan faol mehnat qilishgan marhum Jo'raxon ota va Musoxon ota to'ra buvalarning xonadonlariga ularning zurriyotlari Orifxon Jo'rayevning takliflariga binoan tashrif buyurdik. Azizlar, bugun ko'rsatuvimizda ham shahrimizning olim insoni, barchamizning ustozimiz, Navoiyshunos olim Ibrohimjon Saydullayev boshchiligida shahrimizning ziyolilari tomonidan ma'naviy, ma'rifiy suhbat olib boriladi. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilab, so'zni Ibrohimjon Saydullayev ustozimizga beramiz. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. O'tgan safargi suhbatimizda Amir Navoiy bilan Husayn Bayqaro o'rtalaridagi munosabat to'g'risida suhbat ketgan edi. Ozgina o'shandan davom ettiramiz. Nimagaki, bularda o'rtasidagi munosabat bir hayratlanarli darajada beg'araz bo'lgan. Podshoh bilan bu do'stlari Navoiy hazrati o'rtasidagi munosabatda hech qanaqa bir-biriga g'araz bo'lmagan. Xolis bo'lgan, haqiqiy muhabbat bo'lgan. O'shaning uchun e'tiborga loyiq narsa bu. Mana Husayn Bayqaro 1469-yilda Abu Said Mirzodan keyin taxtni egallagandan keyin bu Hadisha begim o'sha shiyalardan bo'lgan bir ayollari Abu Said Mirzodan qolgan o'sha Hadisha begimga iddasini o'tkazib nikohiga olganlar. O'shani ta'siridami bilib bo'lmaydi. Davlat dini Shiya dini deb e'lon qilmoqchi bo'lganlar. Husayn Bayqaro. Shunda Amir Navoiy qattiq turib shuni taqiqlaganlar. Endi batda mana hop, Alisher Navoiyni podshohdan bir hayiqmasdan yo bir har xil andishaga bormay din uchun bir g'ayrat qilib shuni taqiqlaganlari e'tiborsiz narsa emasda. Nimaga desak, mana Alisher Navoiy bu xizmati shunchaki eslab o'tilmasligi kerak. Agar Navoiy to'sqinlik qilmaganda Xuroson Shiya mazhabiga o'tardi. Davomli urush o'chog'iga aylanardi. Yana bu holat asrlar davom etib, son sanoqsiz o'limlarga sabab bo'lardi. Navoiy oqibatidan qo'rqmay podshohga qarshi chiqishi qancha qirg'in barotlarni oldini oldi ana. Yani minglab odamlarning qoni to'kilishini oldini oldi. Nahr bilan tinch osoyishta munosabatlar yuzaga kelishiga sabab bo'ldilarda Hazrat Navoiyni. O'sha Navoiy hajga borolmadilar, vaqfiyada aytayaplarki, hajga borolmadim, Allohning ikkita farzini bajara olmadim. Bittasi hajga borolmadim, bittasi zakot bera olmadim. Mana shu hajga borolmaganlarning sababi endi hajga Iroqda podshosi turk bo'lgan Yoqubbek degan. Haligi har yili xat yozar ekan Hazrat Navoiyga. Shu Iroqqacha keling, men sizni xizmatingizni qilib haj qildirib kelay, duoingizni olay deb. Shu endi otlanib turganlarida Xuroson katta mamlakat bo'lgan, bitta viloyatda notinchlik bo'lgan. Endi podshoh bu kishi yalinar ekan, shuni tinchitib bering, yana yilga boring deb. Nimaga? Bu kishi borsalar qon to'kilmagan. Nimagaki butun bitta Hirotda o'zida emas, butun Xuroson mamlakatida bu kishining obro' martabasi juda ulug' bo'lganda, o'shaning uchun hajga borolmaganlarni men oxirgi 3-marta ketayotganlarida Mashhaddan qaytarib kelishgan. Yana bitta viloyatda notinchlik bo'lgan, shuni tinchitib bering deb, shu bilan hajga borolmadilar. Bu kishining hajga borolmaganlari juda katta bir musibatlarda oldini oldi. Minglab odamlar qoni to'kilmadi. Agar hazratdan boshqa odam borsa o'sha viloyatga, albatta qon to'kilar ekan. Bu kishini obro' martabasi ulug'ligidan nasihat bilan tinchitganlar hammasini. Endi zakot bera olmadim deyaptilar. Zakot berish uchun o'sha nisobga yetgan pul egasida 1 yil turish kerak-da, lekin farz bo'ladi. Bu kishida bir kun ham to'xtamagan. Bu kishining daromadi katta bo'lgan, otalardan qolgan boyliklar bo'lgan. Yana Husayn Bayqaro birov do'stlari bo'lgani uchun suyurg'ol yerlar bergan, bozorlarda tan do'konlar bo'lgan, hammasidan daromad kelar ekan, lekin
nisobga yetmasdan sarf bo'laverar ekan. O'shaning uchun endi aytyaptilarki, men deyaptilar, baribir Allohni rahmatidan noumid bo'lmayman deyaptilar. Yana bitta aybim nikohlanmadim deyaptilar. Nikohlanmagan bo'lsam ham baribir Alloh rahmatidan umid qilaman. Nimaki, Iso alayhissalom nikohlanmaganlar, lekin butun kuch g'ayratlarini Alloh roziligini sarflavdilar. Alloh mag'firat qildi, 4-osmondalar deyaptilar. O'sha endi men ham Alloh rahmatidan umidsiz bo'lmayman. Nimagaki, nima ish qilgan bo'lsam Allohning roziligi uchun qilganman deyaptilar. Ana. O'shaning uchun aytyaptilarki, mana chiqib bu dayrdan nechun Isoga ham nafas bo'lmay, bihamdillah tajarrud birla himmatdan qanotim bor ana. Ya'ni bu dunyodan uchib chiqib nimaga Iso alayhissalom yonlariga bora olmas ekanman? Allohga ham salom bo'lsinki, tajarrud bilan himmat degan qanotim bor. Ya'ni tajarrud degani dunyo boyligini bir tenga olmaslikda tajarrud degani. O'shaning uchun mana lekin Husayn Boyqaro bilan do'stlari to'g'risida juda ham ko'p mana bu deboshalari bor. Debocha boshidan oxirigacha Husayn Boyqaroni madhi. Uni ozgina o'qib berganmiz, hozir ham o'qiymiz. Keyin mana bu Munshoat degan asarlari bor. Unda ham Husayn Boyqaroga maktublar bor, o'g'illariga maktublar bor. Mana eshitgansizlar, Mo'min Mirzoni qatlidan keyin ota-bolani o'rtalariga sovuqlik tushdi. Hech kim jur'at qilib bularni yarashtirishga jur'at qila olmagan. Lekin Navoiy Hazrat o'rtalariga tushib, nasihatlar bilan oxir badiiy zamonni ko'nglini yumshatib, ota-bolani o'rtasidagi nizoni yo'qotishga erishganlar. Endi mana bu maktub ham Munshoatda 21-maktub Husayn Boyqaroga maktubda bu murojaat. Bir mur Sulaymonga bo'lay deb hamroz, ko'p say ila yo'l qat'ini qildi og'oz. Shun taxti Sulaymonga yetishdi qadami, yer o'pdi-yu, qaytdi qilib arzon yozdi. Ya'ni bitta Husayn Boyqaroni Sulaymon alayhissalomga o'xshatyaptilar. O'zlarini chumalikka o'xshatyaptilar. Ana Xudoni tanishlik mana shunaqa o'zini hokisor deb tutadi. Endi bitta bu maktubda ayriliqdan, bu Asrobodda 2 yil hokim bo'lganlar, o'sha yerda ayriliqdan bir sog'inchdan yozilgan bu maktubda 2-3ta maktub bor, o'sha yerda yozilgan. Endi o'sha yerda yozilgan bir g'azal bor, o'sha shunga ikkovlarni o'rtada munosabatga taalluqlida. Shuni baholi qudrat sharhlaymiz hozir. Endi bu sharhda avvalo Xudo rahmati Omonullo Maday bordilar Milliy universitetda, o'sha kishi sharhlaganlar. Shuni yozib olganman, shuni qo'ldan kelgancha o'qib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay, oncha borkim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay deganlar. Ya'ni bir mahzun odamni ko'nglini ko'tarishlik, Ka'ba vayron bo'lgan bo'lsa-yu, uni tiklab qo'yishga o'xshagan narsa deyaptilar ana. Hattoki ba'zi bir baytlarda aytganlarki, Ka'baki bo'lim olam qiblasi, qadri yo'q onchakim ko'ngil Ka'basi deganlar ana. Ya'ni Ka'ba olamni qiblasi, butun hamma o'shanga sajda qiladi. Lekin ko'ngil Ka'basi undan ulug' deyaptilar. Ul bo'lim haloyiqqa sajdagoh, bil erur xoliqqa jilvagohana. Ya'ni u Ka'ba Allohda odamlar sajdagohi, insonning ko'ngli Allohning jilvasi. Alloh taolo bu dunyoda odamni, mo'min odamning qalbida tajalli qiladi. Mo'min odam Allohni bu zohir ko'zi bilan emas, qalb ko'zi bilan taniydi ana. O'shanga ishora qilyaptilar. Garchi xalq ozodasi men, yor agar bandam desa, ondan ortiq anglakim, bir banda ozod aylagay. Ya'ni garchi xalq ichida ozod insonman, ammo yor meni bandam desa, yorga bandalik qilishga hozir, ya'ni yordan murod sog'inchda tufayli hosil bo'lgan xirotda muhabbati. O'shani uchun yor deganda ancha narsa bor buni ichida-da. Xirotga bo'lgan sog'inch deyaptilar. Ya'ni vatanga hozirgi ozodligimdan ortiqdir ana. Vatanga borishlik. Asroboddagi hokimlikdan ko'ra vatanga qul bo'lishlik afzaldir. Bu paytda yordan murod vatan sog'inchi ham bor. Ya'ni yordan har kimki bir so'z der tuganmasdan burun, istaram kim avvalidin yona bunyod aylaga. Ya'ni vatandan kimiki
bir xabar keltirsa, to'xtamasdan turib yana qaytarishini xohlayman deyaptilar. Shu darajada adabiy muhitni sog'inib qolganlar. Hop. Yor hijronidin o'lgimdir. Bu nav emish sado. Ul kishiga kim birovga o'zni muhtoj aylaga. Ya'ni yorni, ya'ni vatanni hajrida ular holatiga kelib qoldim. Kimiki birovga muti bo'lsa, uni jazosi shudir. Ya'ni Sulton Husaynning so'zi bilan, mana bu saroydagi fitnachilarning harakati bilan bu kishini endi badarg'a qilindi-da Hirotdan. O'shanga aytayaptilar-ki, o'sha birovning so'zi bilan ish qilgan odamga malomat bo'lyapti bitta. O'zlarini malomat qilyaptilar. Necha sabr avroqi yozgay ko'nglimi bir oh ila sarsari ishqing yetib borini barbod aylagan. Ya'ni necha sabr varaqlarini to'ldirganman, lekin ko'nglimdan chiqqan bir oh tufayli ishqing shamoli barini o'chirib ketdi. Shayxdan zuhdir yoyi kasb o'lur yo rab qani dayr pirikim fano rasmini irshod aylagan. Ya'ni shayx zuhdir yoni kasb qilib olgan. Meni bitta shayx deganda o'zi asli zohid deyiladi, shayx deyiladi. Tasavvuf falsafasida ma'lumot qilinadi, lekin bularni yomon deb hisoblamash kerak. Masalan, zohidni zuhdi taqvo qiluvchi odam. Lekin farqi shuki, ahli tasavvuf, ahlullohlar Allohning jamoli uchun jannatni yaxshi ko'radi. Bular zohidlar o'tda kuymaslik uchun jannatni yaxshi ko'radi. O'sha shatda shun ma'lumoti bor. O'shaning uchun zohidlar. Lekin zohid shayx deganda yomon fikrga bormaslik kerak yana. Foniylik qoidasidan irshod qilsa, ya'ni bu bayt ham tasavvufiy bayt. Odam avlodida kamdir odamiylik shevasi, odam ermas ulki mayli odamiy zot aylagan. Ya'ni odamlarning orasida odamlikni odat qilib olganlar juda kam. Odamlarni mayliga qarab ish tutgan ham odam emas. Bu yerda astrobotga surgun bo'lishlariga hissa qo'shganlarni ma'lumot qilyaptilar. Ne balodirkim falak har kimga cheksa tig'i kin, yog'ilib avval mening jonimga bedod aylaga. Ya'ni bu qanday balodirki, taqdiri azal zulm tig'ini kimga sanchmoqchi bo'lsa, u tig' mo'ljaldan adashib nuqul manga sanchiladi deyaptilar. Endi tushunib olinaveradi. Besha ichra devlar maqtuli o'lsin ey pari, gar Navoiy yona azmi Astrobod aylagay. Ya'ni Navoiy hazrat mabodo yana Astrobodda havas qilayotgan bo'lsa, To'qaydagi devlar parcha-parcha qilib yeb tashaversin deyaptilar. Shu darajada sog'inch kuchli bo'lgan, Astroboddan ketish ixtiyori katta bo'lganda, Husayn Boyqaro Navoiy hazratga aytarkanlarki, hech kim 4 ta devon yozmagan. Sen Alloh taolo seni qodir qilgan, o'shaning uchun sen yozasan deb amr bo'ldi deyaptilar. Men 4 ta devon yozishga hayolimda yo'q edi. Lekin podshoga bo'lgan ehtiromim, hurmatidan shuni qabul qildim deyaptilar-da mana. Mana aytayaplarki, undan keyin yig'ilgan she'rlarni nazm ipiga tortilgan yirik durlarni adadi avvalgi devonlardan ortiqdir, ya'ni keyingi 2 ta devonda. Bu latofat sifat yaxshilar va malohatli mahbublar bilan yana 2 devon tartib bersa bo'lishi ma'lum bo'ldi. Shunday dilga yoqimli ishni nima qilib bo'lsa ham uddalayin va bu mashg'ulotdan ham foydaliroq ish yo'qdir. Endi Husayn Boyqaro aytarkanlarki, 50 ta, 60 ta, 100 ta g'azal bo'lganda olib kirardim deyaptilar xonadoniga. Uni enekin tekshirib ko'rib, ra'nolarimi libosida nuqsoni bo'lsa to'g'rilab qo'yadim. Libosidagi durlardan birorta qimmatbaho dur tushib qolgan bo'lsa, yo yoqmasa o'zini xazinasidan qimmatbaho durni qadab qo'yadi deyaptilar. Ya'ni bu gapdan ma'lum bo'ladiki, Husayn Boyqaro 2600 ta g'azal Husayn Boyqaroni tekshiruvdan o'tgan. O'sha Hazoin Monida. Yana aytda qancha nimalar bor, fardlar bor, tuyuqlar bor. Ular ham hammasi Husayn Boyqaroni tekshiruvdan o'tgan. Lekin o'zgarish kirishgan, Alisher Navoiy qabul qilganlarni. Bu kishini o'zgartirishini. O'sha adabiyotda
bu kishi ham kam bo'lmaganda Hazrat Husayn Boyqor, lekin podshoh bo'lganligi jihatdan saltanatni tashvishi bilan kamroq ijod qilganlar, lekin sohibi divon, bu sohibi divon har kim bo'la olmaydi. Shariatni barcha janrlarida ijod qilgan odam sohibi divon bo'ladi. Bitta yo'nalishda bo'lsa sohibi divon bo'lmaydi. Masalan, hamma janr 18 ta janri bo'lsa, hammasida ijoddan namuna bo'lish kerak-da sohibi divonni. Hozir o'tirgan joyimiz Zavqiy domlani yon qo'shlarda o'tiribmiz-da. O'shanga shu mana 300 tadan ortiq shoirlar o'tgan shaharda yashab turibmiz. O'sha har zamonda o'sha bobolarimiz ham esga olmasak bo'lmas ekan. O'shaning uchun Zavqiy domlani bitta baytlarini o'qishda lozim topib turibmiz hozir. Zavqiy domla ham ancha ma'nili adabiy meros qoldirib ketganlar. Mana devonlarini mana Olimjon akam qancha nashr qildirdilar. Hammamiz bahramand bo'ldik. O'sha devondan bitta g'azalni Baholi Qudrat o'qiymiz-da. Gunoh qilmoqdan aytang, o'yla kuyganingga arzurmi? Bu yangilik 1000 yil umring, bir kun o'lg'oningga arzurmi? Ya'ni butun hayotingda gunohlarga botib yurib, oxiri bir kun o'lganingda ahvoling qanaqa bo'larkin deyaptilar-da. Yurarsan aysh birla, lazzoti nafsu havo istab, jahon shirinligi botalxayi joningga arzurmi? Ya'ni bu dunyodagi lazzatlar, rohatlar jon achchig'iga arziydimi deyaptilar. O jon berish holatida eng og'irgi holat o'sha. Yigitlik quvvatingni sarf etib behuda ishlarga, qarig'on vaqtdagi afsusi armoningga arzurmi? Yoshlikda endi umrda behuda ishlarga o'tkazgan odamlar albatta qariganda pushaymon qiladi. Hammamiz ham shunaqa. Ta'addi jahonning girudori, saltanatda shohlik taxti, qaro yer ostida bir kecha yotqoningga arzurman. Ta'addi zulmla bu jam qilgan mulki amvoling, ketar fursatdagi holi parishoningga arzurman. Oxiratga ketish oldida hamma odam o'ylaydi qilgan ishlarini, gunohlarini. Minar bo'lsang sihatlikda agar tozi najot uzra, yog'och ot fikrini qilg'ilqi javloningga arzurmi? Hayoti dunyoningda endi tozi najot uchqur otlar, qimmatbaholar. Endi hozir qimmat mashinalarda endi. O'sha yog'och ot minib ketganingga arziydimi deyaptilar. Hammamiz ham minamiz yog'och. Erur mashriqda xurshidi hayoting tavba qilmaysan, chiqar bo'lganda mag'ribdan pushaymoningga arzurmi? Ya'ni quyosh, mana payg'ambar alayhisalom aytganlar, hozir mashriqdan chiqib turibdi. Qiyomatga 3 kun qolganda mag'ribdan chiqishni boshlar ekan. Teskaridan chiqar ekan, tavba eshigi bekilar ekan. O'sha tavba eshigi ochiqligida tavbani qilib ol deyaptilar-da. Bitta bizga nasihat bu hammamizga. Tiriklik borida ista haqiqat yorin ey zavqi, majoziylarni vasli so'zi hijroningga arzurman. Ya'ni hayotingda deyaptilar, haqiqat yori Alloh taolo deyaptilar. O'shani roziligini istab ish qilgin deyaptilarki, har bir qadamingni Alloh roziligiga tashlagin deyaptilarki, majoziylarni vasli do'zaxda kuyganiga arzimaydi. Bu dunyoda majoziy narsa, bu dunyoda rohat beradigan narsalar. Do'zaxda kuyganiga arzirmi deb tamom qilyaptilar.